Siz O'zbekiston vaqti bilan dasturini jonli efirda tomosha qilyapsiz. Hozirgi lavhamizda guvohi bo'lganingizdek, Surxondaryoda bodom, o'rik gullab ulgurdi. Sudjamizda bo'lsa, oq lolalar bizga bahoriy kayfiyatni ulashmoqda. Biz esa davom etamiz. Albatta, bahor yaqin azizlar va shuni alohida e'tirof etishimiz kerakki, Surxondaryoning tabiati bugun dunyoning nigohida. Chunki Surxondaryoda bir endemik o'simlik bor ekan, u kosmetologiyada keng ishlatiladi. Undan olinadigan biologik faol qo'shimchalar terini namlantiruvchi hamda yoshartiruvchi xususiyatga ega ekan. Shu sababli ham xalqaro miqyosda qo'llanilmoqda mana shu. Albatta. E'tiborlisi, u Christian Dior kabi juda ham mashhur bo'lgan kosmetik brendlarning mahsulotlariga asosiy komponent sifatida kiritilmoqda. Lavhada shu haqida bilib olamiz. Marhamat. Mendeleyev davriy jadvaldagi barcha elementlar mavjud bo'lgan ona diyorimiz tuprog'ida o'sgan har bir giyoh davolovchi va yoshartiruvchi xususiyatga ega. Masalan, Surxondaryo viloyatida uchraydigan endemik o'simlik hisoblangan Ayuga turkistanika o'simligi mahalliy olimlar tomonidan chuqur o'rganilib tahlil etilganda uning noyob xususiyatlari ma'lum bo'ldi. O'ziga xos kashfiyotga asos bo'lgan bu o'simlik xalq tilida kapalik qo'nmas degan nom bilan tanilgan. O'simlik moddalar kimyosi institutida olib borilgan tadqiqotlar natijasida ushbu o'simlikda terini yoshartiruvchi va namlikni saqlab turuvchi elementlar ko'pligi aniqlandi va u ektistroidlar, ya'ni tabiiy biologik moddalar olish uchun istiqbolli sanoat xom ashyosi sifatida baholandi. Demak, ilmiy izlanish negizida kosmetologiya sohasi uchun zarur bo'lgan ristinin nomli biologik faol qo'shimchani ishlab chiqarish texnologiyalari yaratildi va amaliyotga joriy etildi. Ushbu modda teri hujayralarida doimiy suv aylanishini ta'minlab, epidermisning barcha qatlamlarida tiklanish jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi hamda tashqi muhit omillariga nisbatan chidamlilikni oshiradi. Yaxshi yangilikni qo'shqanoti bor deganlaridek, bu xushxabar ilm olamida tez tarqaldi va uzoq yaqindan xorijiy kompaniyalar hamkorlik qila boshlashdi. Ulardan biri dunyoga mashhur brend Christian Dior'dir. Christian Dior o'z kosmetik mahsulotlarini tayyorlashda nega aynan O'zbekistonda yetishtirilgan o'simlik moddalaridan foydalanmoqda? Chunki mutaxassislarning fikricha, ristinin moddasi go'zallikni asrashda alohida o'rinda turadi. Krem terini tashqi tomondan, ristin esa ichki tomondan namlantiradi va parvarish ta'sirini uzoq muddatgacha saqlab turishga xizmat qiladi. Eng muhimi, u teri qatlamini 4 faslda ham himoya qiladi. Bugungi kunda Christian Dior'ning ko'plab mahsulotlarida O'zbekistonning nafas sezilib turadi. U iforini hozirda Tokio ham, Parij ham, Dubay ham biladi. Lekin aslida bu kosmetik mahsulotlari tarkibidagi shu iforning ildizi O'zbekistondan boshlanadi. Bu ko'zga ko'rinmaydigan, ammo jahonning turli nuqtalarida his etiladigan milliy nafasdir. Vaqt o'tishi bilan hamkorlik kengayib, ristinin moddasi Fransiyaning nafaqat Christian Dior, balki Guerlain kompaniyalarining 30 dan ortiq kosmetik mahsulotlari tarkibiga asosiy ta'sir etuvchi komponent sifatida kiritildi. Sir emas, bu mahsulotlar hozir Fransiyadan tortib butun Yevro hudud, Osiyo va Yaqin Sharq, xullas juda ko'plab mamlakatlarda sotuvga chiqarilmoqda. O'zbekiston dorivor o'simliklarga boy. Shuning ichida mana biza Ayuga Turkistanika, Turkiston ayugasi o'simligini ishlab boshlagandik. Bu preparatimizni Fransiyaga berdik, namunalarini ishlatishdik. Sekin-sekin masshtabini ko'paytirib, Christian Dior firmasiga sotishni boshladik. Hozir endi Bolgariya bilan shartnoma tuzildi. Ristinin moddasini eksport qilish bu bizga nima olib keldi? Avvalambor jahon bozorida o'zbek olimlarini shu xalqaro darajada yaxshi ishlanmalarni ishlab chiqib bera olishini isbotlab berdi va ushbu o'simlik mahalliy aholi tomonidan teriladi. U aholiga qo'shimcha daromadlar olib keladi. Shu bilan birga zamonaviy uskunalar olish imkoniyatlarini yaratib berdi. Endi hozirgi kunda bu ristinin vositasi asosida biz ham dasturlarga kirgizganmiz. O'zida mahalliy kosmetologik vositalarni chiqarish. Chunki fransiyalik hamkorlar ular o'zini kremida qo'shgandan keyin kremini tarkibini hech qachon etmaydi. O'zi ham kosmetologiya sohasida natijalarga erishish uchun O'zbekiston yaxshi kosmetologiya vositalarini ishlab chiqarish uchun buni hozir krem ko'rinishida ham o'zi ham qilish ustida dasturlar olib boryapmiz. O'simlik moddalar kimyosi instituti ristinin biologik faol qo'shimchasini 2011-yil
27 aprelda Fransiyaning Latoxa kompaniyasi bilan tuzilgan shartnoma asosida eksport qila boshlagan. Bu hamkorlikdan shuni anglash mumkinki, Ayuga turkistanika bu shunchaki o'simlik emas, u Surxondaryo quyoshi va flora olamini jahonga tanilgan shakl hamdir. Bugungi kunda dunyo kosmetologiya bozori tabiiy va ilmiy asoslangan eko va bio komponentlarga tobora ko'proq murojaat qilmoqda. Ana shunday jarayonda O'zbekistonda endemik o'simliklari va ilmiy maktablari ularning aniq natijalari xalqaro bozorda ishonch qozonmoqda.